Assalomu alaykum. 27 oktyabr saat 9 bo'ldi. 10 minut bo'ldi uxdan turganima. Akşamki günüm yaxshi o'tdi. 2 mayli ovqatlandim akşam. Yengil ovqatlarni yedim. Qaynatilgan tuxum, tam badring, sho'rva, shunga o'xshagan yengil ovqatlarni yedim. Daha uxudan turdim. Akşamki işte yarım saat uyda mashq etdim. Oturup turuş, atjimaniyalarni etdim. Planka. Endi hozir sayra chiqib ketyapman 40 minut tez yurish bilan. Hozir yana basharani ko'rib turibsizlar. Не так уж bir saatdan keyin yana bir video qo'yaman. Mana o'zgaram ekan. Demak, akşamki günni pitichka etsak bo'ladi. Doğru o'tgan kun deb hisoblasak bo'ladi. Bugungi kundan doğru o'tirish harakat etaman. Ya'ni hozir yana прогулка, keyin завтрак, keyin ish, obed ham vaqtida. Obedning vaqtida emas, sal obed kechroq bo'ladi, soat 3larga qarab. Novi ishni o'ylab ko'rishim kerak obedda. Palov yesammi deb turibman, bir porsiya palov, chunki palov normalniy, masalan, ayniqsa zig'ir yog'ida pishgan palov. Dietический desem bo'lar shu palovni. Yana bilmadim, ya ish qilib yana bir variantlar kadi somsa bo'lishi mumkin. Ya bo'lmasa boshqa bir saloyga kirib bir porsiya golubsimi, 2 qusoq qaranon salat bilan. Keyin işte yana trenirovka bo'ladi. Xohlasa bugungi kundan ish qilib bir oy davomida iloji boricha ko'proq doğru gün o'tkazishim kerak. Doğru gün degani vaqtida uxlab, vaqtida turib, trenirovka, to'g'ri ovqatlanish. Короче, kerak görüşemiz.